Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Toshpo'latov Alimardon. Bugun sizlar bilan JavaScriptga bag'ishlangan 3-darsimiz arifmetik operatorlarni ko'rib chiqamiz. Arifmetik operatorlar bu qiymat ustida matematik amallarni bajarish uchun ishlatiladi. Ularga misol, masalan, qo'shish, ko'paytirish va hokazo. Masalan, konsol logda sinab ko'ramiz. Masalan, ikkita sonni bir-biriga qo'shmoqchi bo'lsak, 2 + 3 desam, bizga 5 natija chiqarib beryapti. Ayirish amalini bajarmoqchi bo'lsak, minus qo'yamiz. Ko'paytirish yulduzcha, bo'lish chiziqcha. Bo'lishga masalan 4 bo'lingan 2 desam, natija 2 chiqadi. Ya'ni 4 ni 2 ga bo'lsak, bizda 2 natija chiqadi. Hop, endi qoldiqli bo'lishimiz ham bor. O masalan 3 ni 2 ga bo'lib bo'lmaydi, lekin qoldig'i 1 chiqadi. Ana shu bizda foiz belgisi qoldiqli bo'lishda ishlatiladi. Va darajaga oshirish bizda ikkita yulduzcha, masalan 2 ni ikkinchi darajasi qilsak 4 bo'ladi, 3-darajasi qilsak 8 bo'ladi. Ya'ni 2 ni bir-biriga 3 marta ko'paytirsak 8 natijasi chiqadi. Xo'p, mana shular. Endi vazifalardan ko'ramiz. Qanaqa vazifalar bor? Hop. Bu yerda har xil vazifalarimiz bor. Birinchisini ishlab ko'rsataman. Bu yerda prompt yordamida mana bunaqa hisob-kitobni bajarish kerak. Ya'ni son 1, son 2 ni so'rashimiz kerak. Birinchi son 1 teng sonni so'rayotgan bo'lsak, doim prompt oldiga plus qo'yamiz. Ya'ni songa aylantirib olish uchun. Birinchi sonni kiriting deymiz. Va xuddi shunday ikkinchi sonni kiriting deymiz. Bu yoqqa 2 qo'yaman. Va natijani alert yordamida, interpolatsiya yordamida ko'ramiz. Va bu yerga son 1 deyman, chunki bu yoqqa birinchi son yoziladi. Bu yoqqa son 2 deyman, bu yerga ikkinchi son yoziladi va barobar deb ikkalasini yig'indisini qaytarishimiz kerak. Ya'ni biz son 1 plus son 2 ni bu yerga hisoblaymiz. Va endi natijani biz brauzer yordamida ko'rib olamiz. Foydalanuvchi bilan ishlashda, masalan, son 1 da kiritilyapti 2, ikkinchi son 3. 2 + 3 teng 5. Va buni o'rniga masalan 3 va 7 qo'yadigan bo'lsam, 3 + 7 10. Kalkulyatorlar ham mana shunday ikkita son so'raydi va biz kiritgan natijani bunaqa hisoblovchi funksiya yoziladi va uni natijasini bizga ko'rsatib beradi. Va qolgan masalalarni ham xuddi shunday ishlab chiqasizlar. Va bu yerda amaliyotimiz ham bor. Amaliyotimizni ham bir sira ko'rib chiqasizlar. Hop, shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.